uylangan erkaklar orasida, hattoki uylanmagan erkaklar orasida jinsiy hayoti bor bo'lgan erkaklar orasida ham bu narsa kuzatilib kelmoqda. Tug'iladigan donishtim hatto shunda ham turman degan tushunchaga kelishi, tezroq yengish, tezroq yo'qotish uchun qandaydir chudo preparatni iste'mol qilsaki, topsaki o'shani ichsa va hal bo'lsa hamma muammo. Shu jinsiy olatni kuchini yaxshilaydigan va quvvatini oshiradigan tabiiy mahsulotlarni ro'yxatini berib o'taman. Eng qizig'i, bu narsa odamlardan oldin hayvonlarda sinab ko'rilgan. Kimdir masalan sokini, suvini siqib ichib yuribdi, o'sha foyda deb o'ylaydi, lekin gap sokida ham emas, balki uni danagida. Kimdir danagini yemaydi, lekin danagi bilan yeyilganda un tarkibidagi modda testosteronni oshiradi. Undan keyingisi ko'pchilik bu narsani bilmaydi, lekin iste'mol ham qilmaydi. Bu lavlagi va lavlagining suvi. Ko'pchilik buni buyrakda tosh yig'adi, kesik narsa yoqmaydi menga deb iste'mol qilishni xohlashmaydi. Va shunday vaziyatda bu yigitlar bitta dori kutishadi, sehrli dori. O'sha dorini iste'mol qilganda hamma muammo, kasallik yo'q etadi deb o'ylashadi, lekin bunday emas. Salom do'stlar, men 10 yillik tajribaga ega urolog, androlog, shifokor Akbar Shoh bo'laman va bugun sizlar bilan erkaklarning jinsiy zaifligiga xos bo'lgan, ularning quvvatiga tegishli bo'lgan muammoni hal qiladigan tabiiy yo'llar, tabiiy vositalar haqida gaplashamiz. Hozir bu jinsiy zaiflik o'zi 60-70 yoshda kuzatilishi kerak bo'lgan muammo. Lekin hozirgi kunda bu muammo yosharib kelmoqda. Ya'ni bu 25-35 yoshda kuzatilmoqda. Uylangan erkaklar orasida, hattoki uylanmagan erkaklar orasida jinsiy hayoti bor bo'lgan erkaklar orasida ham bu narsa kuzatilib kelmoqda. Va buni yechimi sifatida sizga ozgina ham bo'lsa yordam beradigan maslahatlarni va o'sha mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. Juda ko'pchilik yoshlarda bu zaiflikni kelib chiqishining sababi gormonal fon buzilishiga, qonlanishni buzilishiga, oyaklarning kichkinlashishiga bog'liq holda bo'lib kelmoqda. Bu achinarli holat. Lekin shu narsani to'g'rilash o'rniga ko'p erkaklar bu narsani ilgariroqqa, keyinroqqa, to'ydan keyin, farzandli bo'lmay 3-4 yil yurgandan keyin hal qilishga kelishmoqda, hal qilishga harakat qilishmoqda. Endi bunda munosabatlar buzilgan, bunda chuqurlashgan, muammo juda ham chuqurlashgan va orqaga qaytarish, to'g'rilash ehtimoli yana ham kamroq bo'la boshlaydi va uzoqroq bo'la boshlaydi. Jinsiy zaiflikka duch kelgan erkak kishi birinchi navbatda buni tezroq yengish, tezroq yo'qotish uchun qandaydir chudo preparatni iste'mol qilsaki, topsaki o'shani ichsa va hal bo'lsa hamma muammo. Bunaqa preparatlar juda ko'p. Aptekaga kirasiz, yagratsiz, ming xil nomi turibdi, bemalol topasiz. Ichdingiz jinsiy aloqa bo'ladi, olat kuchi turadi, yaxshi bo'ladi. Lekin bu hammasi sun'iy va kimdadir bu asorat berishi, kimdadir bosh og'rishi, qon bosimi ko'tarilishi, kimdadir dozani noto'g'ri tanlangan hisobiga jinsiy olatni yotmay qolishi yoki doza noto'g'ri bo'lganligi uchun jinsiy olatni qo'zg'alishi man bo'lmasligi, bu esa yana tushkunlikka tushib qolishiga erkak kishini yana ham, chunki tug'iladigan donishtim hatto shunda ham turman degan tushunchaga kelishiga olib keladi. Ko'pchilik bu zaiflik bilan murojaat qilganda xuddi shu tabletkalarni tavsiya berishadi. Lekin ko'p erkaklar bu narsani xohlashmaydi. Avval qabul qilgan bo'lsa yoki qandaydir asorat bo'lgan bo'lsa, qabul qilishni xohlashmaydi. Bugun men sizlarga shu jinsiy olatni kuchini yaxshilaydigan va quvvatini oshiradigan tabiiy mahsulotlarni ro'yxatini berib o'taman. Va bundan avval umuman ereksiya o'zi nima? Ereksiya qanday paydo bo'ladi? Nima hisobiga paydo bo'ladi? Uni turishi, qo'zg'alishi paydo bo'lishi uchun nimalar ta'sir qiladi va nima hisobiga paydo bo'lishini qisqacha tushuntirib o'taman. Chunki bugun men sizga tushuntiradigan, beradigan mahsulotlarni ro'yxatidagi mahsulotlarni siz kundalik tartibga qo'shadigan bo'lsangiz yoki uni doimo iste'mol qilaveradigan bo'lsangiz, sizdagi hozirgi ereksiyaning sustligi yana ham yaxshilanadi, kuchayadi va bu sizni yoshingizni shu masalan 40 yosh bo'lsa 50-60 yoshingizgacha bu narsa saqlanib turadi. Hozir men sizga tushuntiradigan mahsulotlarni har biri sizga qanday ta'sir qilishi, qanday qabul qilish kerakligini tushuntirib o'taman. Keling, sizga ozgina tanamizdagi jinsiy a'zoni qanday ishlashi, uni qanday qo'zg'alishi haqida tushuncha berib o'tay sodda tilda. Tanamizda jinsiy olatni ichiga azot oksidi, NO degan azot 2 oksidini vazifasi juda muhim va azot oksidi hisobiga tomirlarga qon kela boshlaydi, ovaksimon tanchalar shisha boshlaydi va shuni hisobiga ereksiya, olatning qo'zg'alishi yuzaga keladi. Ya'ni xuddi olatni ichidagi hujayralar bulutga o'xshaydi. Qon kelish hisobiga ular gubkaga o'xshab shisha boshlaydi, suvni so'rib olgandek. Natijada olat eniga, bo'yiga, uzunligiga kattalasha boshlaydi. Bu tabiiy jarayon, insonda kechadigan tabiiy jarayon va bu jarayon bo'lishi uchun mexanik ta'sir, vizual ta'sir, hid eshitish orqali teyishi, ishqalashi, labi bilan his qilishi, burni bilan his qilishi hidini, ko'zi bilan ko'rishi, eshitishi ovozini
hisobiga bu narsa amalga oshadi. Uxlayotgan odamda u tushlar hisobiga amalga oshadi. Lekin mana yurib ketayotgan, biror bir ishni qilayotgan odamda o'zidan ereksiya bo'lishi uchun shu narsalardan bitta-ikkitasi bo'lishi kerak. Xayolga kelishi, ko'zi bilan ko'rib qoldi, eshitib qoldi yoki fantaziya qildi. Mana shular holda ereksiya yuzaga keladi. Ya'ni jinsiy olatning ichida ikkita shu stерженlar bor. Ular gubkaga o'xshab qonli shim bo'ladi va shishadi. Shishganda qon tomirlarini to'sadi, olat ichida qon saqlanib qolinadi va ereksiya uzoq vaqt turadi. Ichgan doringiz ham klapanni, qon ketadigan klapanni bekitib qo'yganligi uchun uzoq vaqt ereksiya saqlanib qoladi. Urug' chiqqandan keyin ham saqlanib qoladi hattoki, chunki bu kimyoviy yo'l bilan, ximiya yo'li bilan sun'iy ravishda klapanni dori orqali bekitib qo'yishibdir. Gap hozir u haqida emas. Internetda reklama qilinadigan ko'p qo'shimcha tarkibli dorilar, tabiiy so'zi ostida berilayotgan dorilarning ichida ba'zi birlari nojo'ya ta'siri bor, ba'zi birlari umuman foyda bermaydi, ba'zi birlari faqat marketing sifatida reklama qilinadi. Marketing kuchli, lekin tarkibi unday emas. Ba'zi birlari allergiya beradi insonga. Buni prosta shifokor maslahatisiz ichish yaxshi emas deb o'ylayman. Menga ham ko'p patsientlarim mana dorini reklama qilishyapti, mana buni tavsiya berishdi, nima deysiz deb so'rashadi. Xursand bo'laman. Chunki tanasiga bo'lgan hurmati baland insonni, o'zini tanasini zaharlashni xohlamaydi. Siz ham shunday bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Hamma narsani ichida sho'rmaysiz va bir tomondan finansiy, ya'ni o'sha moliyaviy jihatdan ishlatgan xarajatingiz bekor ketmaydi va taningizni zaharlamaysiz, jigaringizga zaharli moddalarni iste'mol qilmaysiz. Demak, birinchi mahsulot bu anor. Bu mahsulot, bu meva dasturxonimizda ko'p uchramaydi. Faqatgina sezondagina yoki qandaydir bayramdagina qo'yib qo'yishimiz mumkin va shunda iste'mol qilishimiz mumkin. Lekin doimo uni iste'mol qilish hammaga ham to'g'ri kelmaydi, hamma ham bunga imkoni yo'q. Hamma ham haqiqiy anorni topa olmaydi. Kimgadir hidi, kimgadir danaga, kimgadir kislikligi, nordonligi yoqmaydi. Va kimdir masalan uni boshqacha tarzda iste'mol qilishni yoki bitta usulda iste'mol qilishni yaxshi ko'radi. Asosiysi shundaki, xususiyati shundaki, u tanamizda azot oksidi bo'la aytgan NO azot oksidini ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Bu esa olatda qon aylanishini, qonni ko'p kelishini ta'minlab beradi. Yana u spermatogenezga ham ta'sir qiladi, testosteron ishlab chiqarishga ham ta'sir qiladi. Bu narsa, eng qizig'i, bu narsa odamlardan oldin hayvonlarda sinab ko'rilgan. Kimdir masalan sokini, suvini siqib ichib yuribdi, o'sha foyda deb o'ylaydi, lekin gap sokida ham emas, balki uni danagida. Kimdir danagini chaynab, tuflab qo'yadi, chiqarib qo'yadi, o'zini yeganda anorni. Danagidagi modda ichakka tushganda, ichakdagi bakteriyalar bilan birgalikda bu tanadagi rak hujayralariga qarshi kurashish uchun modda ishlab chiqaradi. Moddaga aylanadi va u tanada onkologik jarayonni yo'qotish uchun qarshi kurashadi. Bu xuddi tashqaridan yegan mahsulotingiz ichkarida yangi bir soldatga aylanadi, qarshi kurashadigan, immun tizimga aylanadi. Xuddi antivirusga o'xshagan. Undan keyingi mahsulot bu tarvuz. Tarvuz sezon mana boshlanyapti. Tarvuz umuman qanday jinsiy quvvatga bog'liq bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Aslida juda oddiy. Tarvuz bilasiz, uni yaxshi o'sishi, tezroq o'sishi uchun nitratlar bilan oziqlantirishadi. Yetarli miqdorda nitrat bo'lishi tanaga zararli emas, lekin ortiqchasi zararli, zaharlanadi inson. Yetarli miqdorda nitrat, ya'ni ruxsat berilgan dozadagi nitrat tanaga tushadi tarvuz orqali va tanada NO ga aylanadi u. Haligi boyaga olatda qon aylanishni yaxshilaydigan. Va yana oldingi videoda ko'rganmiz, testosteronni ko'taradigan mahsulotlarning ichida tarvuzni danaga ham foydali. Kimdir danagini yemaydi, lekin danagi bilan yeyilganda un tarkibidagi modda testosteronni oshiradi. Danaga bilan yeyish kerak uni. Endi o'g'iti ko'p bo'lgan, ko'p qo'shilgan mahsulotni yeyish endi zaharlanishga olib keladi. Shuning uchun unaqa tekshirib yegan ma'qul. Toza tarvuz juda foydali, juda foydali. Tozaligini siz uni rangidan, mazasidan bilib olasiz. Dori qo'shilgani albatta zaharlanishdan oldin yeganingizda bemazaligi, qanaqadir dori maza kelishi yoki rangli bo'lib qolishi, tarvuzning ichidagi rangi boshqacharoq bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari ko'pchilik magniyni qayerdan olaman deydi. Mana tarvuz ichida magniy bor. Uni yumshoq qismi magniyga boy va magniy iste'mol qilinganda asab tizimi tinchlanadi. Asab tizimi tinch odam jinsiy aloqaga bo'lgan xohish yaxshilanadi. Siz kunlik magniy ehtiyojini qondirish uchun bir bo'lak tarvuzni iste'mol qilganingizda kunlik magniy hajmi ehtiyojini qoplaydi. Keyingi mahsulot bu yong'oq. Yong'oq ko'pchilik ota-bobolarimiz davridan beri, eski davrdan beri uni foydaliligini bilishadi. Uni asal bilan, qaymoq bilan yeyish kerakligini bilishadi. Yoniga mayiz qo'shishadi yoki boshqa narsani qo'shishadi va foydaligini bilishadi. Ha, foydali, chunki tarkibida magniy bor, tarkibida temir moddasi ko'p. Bilasiz, temir moddasi modda almashinuvi, qon aylanishida, kislorodni almashinuvida, kislorod almashinuvida juda kerak. Gemoglobinni ko'paytiradi.
Gemoglobin tarkibida temir moddasi bo'lmasa, u kislorod tasha olmaydi. Gemoglobin temir moddasi kam bo'lsa, gemoglobin pasayadi, gemoglobin kam bo'lsa, qon almashinuvi, tanada kislorod yetishmovchiligi ko'p bo'ladi. Yana bir narsa bor, yong'oq tarkibida emarginin miqdori ko'p. Va bu modda tanada azot oksidini darajasini baland darajada ushlab turishga sabab bo'ladigan modda. Ya'ni qonni ko'proq kelishini ta'minlab turadigan modda. Yong'oq juda foydali. Ya'ni gretskiy oreh deydi-ku, shu yong'oq. Keyingi mahsulot bu ismaloq yoki ko'katlar. Jumladan o'zim ham yong'oqni va ismaloqni juda sevib iste'mol qilaman. Ismaloq bu agar ko'rgan bo'lsangiz, hozir bu ko'rsatilmaydi, papaya haqidagi multik, papay dengiz matrosi, bilasizlar, ismaloq tayyorlangan, shpinat tayyorlangan bo'tqani yeb kuchli bo'lib ketganini ko'rgansizlar. Bejiz emas, chunki ismaloq tarkibida nitratlarga boy ham magniy bor va uni iste'mol qilganingizda ular tarkibidagi shu modda jinsiy olatga borayotgan qonni ko'paytiradi. Nitratlar inoq ko'payadi. Shpinatni men o'zim qovurib, tuxum bilan qovurayman yoki o'zini iste'mol qilaman. Ujinda masalan ovqatga qo'shib yeyman. Juda ham foydali. Hozir juda oson bo'lib qolgan. Topish oson, hamma joyda bor, yuvilgan, tozalangan. Bemalol olib yeysiz bo'ldi. Salat qilib yeyishingiz mumkin, o'zini yeyishingiz mumkin. Undan keyingisi ko'pchilik bu narsani bilmaydi, lekin iste'mol ham qilmaydi. Bu lavlagi va lavlagining suvi. Buni ko'proq ayollar bilishi mumkin. Lavlagining suvini, xom kartoshkani suvini siqib ichib, miyomani so'rdirishga harakat qilishadi va so'riladi ham. Erkaklarda lavlagining tarkibidagi mahsulot tabiiy afrodiziak hisoblanadi. U olatga kelayotgan qonni rashlashdan tashqari jinsiy his-tuyg'ularni ham yaxshilaydi. Iste'mol qilib yursangiz doimo samarasini sezasiz. Chunki ko'pincha bu lavlagining suvini sport bilan shug'ullanadigan insonlar iste'mol qilishi mumkin. Bilib qolgan shuni va ichib yuradi. Tezroq tiklanadi, tezroq kuchga to'ladi, kuchi ketib qolmaydi va mashqni to'xtatmasdan qila boshlaydi. Va jinsiy aloqada, jinsiy a'zodagi qonlashni ham yaxshilaydi. Muhim narsa bor, bu yerda lavlagini iste'mol qilganda, uni iste'mol qilganingizda, so'kini ichganingizda tarkibidagi modda o'zgarmagan holda siydik bilan ajralib chiqadi va siydik rangini qizilga bo'yaydi. Rangi qizaradi. Bu norma, qo'rqish kerak emas bundan. Ikkinchidan, bu moddasi, lavlagining ichidagi modda tanangizga tushganda ayollik gormonini kamaytirib, erkaklik gormonining ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu ko'pincha vaznni tasholmayotgan va ayollik gormoni baland bo'lgan erkaklarga shu lavlagini iste'mol qilishni tavsiya beriladi. Keyingi mahsulot bu chesnok, sarimsoq piyoz o'zbekchasi aytganda, ko'p erkaklarda bu narsaga bo'lgan ishtiyoq yo'q, chunki bilasizlar, sarimsoq piyoz hidi bor. Ko'p insonlar buni qilgan insonlar buni iste'mol qilishni xohlashmaydi. Kimdadir bu tanada allergik reaksiya chaqiradi, qichishadi. Shaxsan o'zimda mana sarimsoq piyozni sevib iste'mol qilaman, lekin tanamni qaysidir qismi, masalan, oyog'imni, qo'limni qichisha boshlaydi. Shuni hisobiga men yoqtirmasligim mumkin. Lekin tanada bu jiddiy o'zgarish chaqiradi, gormonal muammoni to'g'irlaydi, ya'ni testosteronni ko'tara boshlaydi. Faqatgina shu lovlagi sarimsoq piyoz yeb ish bitadi deb o'ylamang, boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin va tanada boshqa sabablar yo'qmi deb albatta mutaxassislarni maslahatlashgan ma'qul. Telegram kanalimda erkaklarning salomatligi, sog'lig'i va albatta qaysidir kasallikni qanday yechimi, qanday dorilar bilan qanday operativ yechimlar haqida maslahatlar ko'rinishida bo'lsa ham postlar qo'yib turaman. Telegram kanalimga marhamat qiling. Hattoki check-up qilish uchun check-up variantlari ham belgilangan. Saytimiz xudo xolasa mana ishga tushadi. Saytimiz ham bor. Kirib ko'ring, marhamat, Telegram kanaliga podpisatsiya qiling va kerakli o'zingiz qiziq bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Apelsin va sitruslar. Tarkibida vitamin C bo'lgan mahsulotlar tanada antioksidant vazifasini bajaradi. Shaxsan o'zim vitamin C ni sevib iste'mol qilaman. Tabletka ko'rinishda kuniga 2-3 marta. Bu tanada zaharlanuvchi ketishga, tanani yosh ko'rinishiga, terilarni tiniq bo'lishiga, testosteron miqdorini ishlab chiqarishiga, yallig'lanish, shamollashlarni yo'qotishga va albatta azot oksidini ishlab chiqarishini ko'paytirishga javob beradi. Shuning uchun buni bemalol iste'mol qilishni tavsiya beraman. Ko'pchilik buni buyrakda tosh yig'adi, kislinasi yoqmaydi menga deb iste'mol qilishni xohlashmaydi. Bu vitamin C tanadagi qon tomirlarini kengaytiradigan moddani parchalanib ketishini to'xtatadi. Shuning hisobiga kengaymay turadi. Shuning uchun odat qilsangiz bo'ladi, har kun salat yeyapsizmi, qachon salat yeyapsizmi, albatta 2 ta bo'lakmi, 3 ta bo'lakmi apelsinni bo'lagidan qo'shib yuborgan ma'qul. Mening qabulimga ko'pincha qorni chiqib ketgan, sog'lig'iga umuman qaramay yurgan yosh yigitlar kelishadi. Ular ilgari xohlagan narsani yeb, ichib, chekib yurgan, sport bilan shug'ullanmagan, sog'lom yurishini, lekin doim sog'lom yurishini yurganini ham aytadi. Vaqt o'tishi bilan bu narsa tanada qanaqadir o'zgarish chaqiradi. Chidolmaydi bir kun tana. Qattiq nimadir chiqib keladi. Ja bo'lmasa jinsiy zaiflik, ja bo'lmasa
qandli diabet yoki qon bosimini oshishi. Va shunday vaziyatda bu yigitlar bitta dori kutishadi, sehrli dori. O'sha dorini iste'mol qilganda hamma muammo, kasallik yo'q ketadi deb o'ylashadi. Lekin bunday emas. Nima uchun ba'zi insonlar 30 yoshda ham tetik, baquvvat, energichniy, jinsiy moyilligi, jinsiy hissiyotlari saqlanib qolgan bo'ladi. Chunki ular kasal bo'lishni kutmasdan oldin tekshirtirishadi, kutmasdan oldin dorilarni ichishadi, kutmasdan oldin kerakli vitaminlarni, mahsulotlarni kerakli vaqtda vaznini saqlab yuradi, uyqusini o'z vaqtida qiladi, gormonlarini tekshirtirib turadi, check-up qilib turadi. Shunday insonlar bor. Xuddicha tish og'riyapti-da, lekin shu tish og'rishidan oldin borib tekshirtirganingiz ma'qul yoki og'riganda borib tekshirganingiz ma'qulmi? Ko'proq shu ikkinchi vaziyat, ya'ni og'riganda borib tekshirtirgan degan bo'ladi. Ungacha tekshirtirmaslik. Yilda bir marta stomatologga borib ko'rikdan o'tish kerak edi. Hozir 2 marta bo'libdi o'sha bu. Ya'ni yilda 2 marta stomatologga borib ko'rinish kerak. Chunki insonlarning chaynashi, insonlarning yeyotgan narsasi, ichayotgan narsasi, hayot tarzi, uyqusi, yeyotgan elementlar, ichayotgan dorilar hisobiga tishni ilmali tabiiy yemirilar ekan, bu eskirar ekan, chirir ekan. Mana shuning uchun stomatologga ham o'z vaqtida ko'ringan ma'qul. Shu stomatologga tish og'rimasdan oldin borganingiz yaxshimi, og'riganda borganingiz yaxshimi? Shuning uchun ham urologga, shu mutaxassisga og'rimasdan oldin tekshirtirganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Yana bir mahsulot bor, bu baliq. Bu haqida gapirmoqchi emasdim-u. Bu baliq mahsulotlarining ichida ustritsa degan narsa bor. Kimdir buni iste'mol qiladi, kimdir buni xohlamaydi, ko'ngli ko'tarmaydi. To'g'risini aytsam, bu narsani aytmoqchi emasdim. Ustritsa bu o'zi qimmat mahsulot hisoblanadi. Bizda dengiz yo'q, chetdan kelgani uchun muzlatilgan holda u qimmat. Yuqorida bergan mahsulotlarim arzon, topa olasiz, hammaning uyida bor va bemalol dostib bor unga. Xohlagan joydan topsangiz bo'ladi. Endi qimmat mahsulotni zinkga boy, omegani ko'taradi. O'rniga men boshqa dengiz mahsulotini ichishim mumkin. Hozir hamma joydan topishingiz mumkin. Magazinlarda bor, muzlatilgan, vakuumda qilingan kopchonniy skumbriya. Bu omegaga boy, omega kerak bizga. Yuqorida bergan 9 ta mahsulotim ereksiyani yaxshilash, unga erishishga bo'lgan vaqtni qisqartirib tezroq amalga oshishi va testosteroningizni oshirishiga aniq ishonch hosil qilib iste'mol qilsangiz 50% gacha, 60% gacha ko'tariladi, ereksiya ham yaxshilanadi. Bir oyda bir marta ichsangiz, 2 haftada bir marta ichsangiz natijaga ishonmaysiz. Uni doimo kun tartibiga qo'shishingiz kerak. Ular hammasi hamma bor, bemalol topa olasiz, arzon narsalar. Keyingi safar do'konga borganingizda albatta shu narsalarni ko'z tushganda olishga o'rganing, sotib olishga va sotib olish odatini qiling va uni iste'mol qilib sotib olganingizdan keyin